Hidoyatnoma Abdurahim Tilashib o'ttir she'ri. Ömür manzilidan tinmoy izladim men haqiqatni. Tafakkur bo'ldi bir hodi tepishda chin hidoyatni. Tilab har so'zga boy ma'no yana jonliq fasohatni. Dilim istaydi izhorga hamisha maqbul fursatni. Keling ay do'stlarim, endi xushol boshlayli suhbatni. So'zimning boshi bismillah, bu mo'minlik vazifamdir. Sanoyu hamdala aytsam tuman meni yana kamdir. Quruq tuzsiz ibodatdan amal afzal aqidamdir. Bu davoyimga burhonim mushu yozmish qasidamdir. Tilayman Rabbim Allohdan qo'limga kuch va quvvatni. Taajjub aylishar balkim birovlar bu qasidamdan. Ajablanmas edi ichsa agar bir qatri chashmamdan. Eziktim menni bir chaqla nagoh tavrab aqidamdan. Shukrikim rahnomi topdi ko'ngil sultoni tavbamdan. Iloho ayligil mangu menga bu baxti omadni. Tug'ilg'och ikki mo'mindan o'tib 58 yil. Yakunlash soati yetdi umrni endi astoydil. Nazar solsam besib o'tgan yo'limga bo'lmayin g'ofil. Oqur ko'z yoshlarim go'yo bo'lib eritish va yoki mer. Jahonda chekmagay hech kim meningdek ko'p nadomat. Saharda hamdala aytor uchar qushlarni har damda. Nimishki bo'lmasin bir his tirik farzandi odamda. Vaholanki ado bo'lmay hisobsiz qarz bu zimmamda. Hamon qaynaydi hasratlik pushaymonlar bu qalbimda. Ömrni zoyi qilmanglar, elib mendan bu ibratni. Bahor yomg'irlari har tong yo'yor ham yoshni tarqoq. Eriqloq birli kelgan suma hatto guli tar bog'ni. Muyassar qilsin maqsadim murodli yo'lni oshmoqni. Erisi ajab emaskim ko'zimning yoshlari dog'ni. Ato qilsa ilohim g'azilasidan qatri rahmat. Sirotal mustaqim topmoq agar bo'lsa nasabamda. Nadomat dog'lari qolmas edi mahzun bu sinamda. Umidim bir biqib iqbol kulib talay pishonamda. Jaranglab ketsi qalbimning sadosi bu qasidamda. Nisib aylab yaratgan zot menga baxtli saodat. Xiyolim dengizi tinmay choy qilib hamisha qaynoq. Kechilar ozimib ko'zni va gohi tong'uchi uyg'oq. Qo'lim yetmaydigan shohga esildim, shunchalik mushtoq. Ilohim o'zi yor bo'lg'ay, umidimga yana jiqroq. Oson aylab bu manzilda menga uchuror mushoqqatni. Fikr daryosiga qonch tiran cho'kkan siri har tun. Ko'ngilning kirlari shuncha yuyuldi, tarqida afsun. Hayotim gerçi pushaymonlik, dilimdir notavon mahzun. Va lekin jon kitobiga qo'shildi tuman ming mazmun. Yaqin keltirma ey Rabbim, ko'ngilga amdi g'aflatni. Tafakkur ko'zi bilan boqsa kishi olamga bir marra. Amastur xoli hikmatdan va hattoki hasal hara. Odimiy zot yuksilib gerçi atomdan topdi mo'l zarra. Va lekin ipayon sir dengizidan bu texi ozg'ini qatra. Iloho qil karam ko'prak bilayli siru hikmatni. Bilib yetgan seri inson g'azinang sirini ko'prak. Ko'ngil ro'shanlashib ondan to'nar o'z zotini xo'proq. Misol qorg'u uçuk bilsin quyosh qandog'u oy qandoq. Bilur ammo hudak hatta nichiktur gul nichik yaproq. Demek ki ma'rifatdan jon topur aqli farosatdir. Tuman 1000 yil davomida o'tib sonsiz aql donish. Hayot sirini bilmakni qilishda orzu ham xoish.
birovlar qilsimi kuchab xudosizlikni farmoyish va lekin aksiri mutlaq elib maydonda azmoyish oxir e'tirof qildi ulug' bir ruhiy qudratni. Misol bir qatrdan odam bino bo'lganini o'ylab boq. Oni qornida bu joyga havo bo'lganini o'ylab boq. Tug'ilmoq soati yetsa ona bo'lganini o'ylab boq. Bu mushkulga na qonun pana bo'lganini o'ylab boq. Shu chog'da topqusi qalbing birar manfiy fikr. Bugun tan yuksalib shuncha qilur parvozni erkin. Ve hatta ay ve yulduzda yer oğlu yapısı yalqın. Buna evladı adimi zat okur ming madihe talqin. Lekin adam bina kılmak bu adamga nechik mümkün. Yaratgan Tanrıdan başka kişi tapmaz bu kudretni. Nemişki ayak ikki, köz ikki, ağız birdir. Nemişki közlerge kaş, kirpik bina kılgan qaysi tahrirdir. Nemişki ming kishi chehri yana ming xilda tasviridir. Qani aytqinchi, bu sirga nechik so'z to'g'ri ta'birdir. Tafakkur ochqisi kang yo'l, tushunmakki bu surat. O'limni o'ylasa har kim, bilur o'z zotini ondin. Tug'ilmoq, so'ri o'lmaklik ayondir hammaga oydin. Lekin nada, qachon, qandoq o'lishni kim bilur oldin? Geçilmez sır bulup geldi bu mavzu devri davrandın. Hamisha yığsımı dünya bu sırga hamma dikkat. Ölümge bir dava izlep jahondan ketdi ko'p bana. Va lekin topmadi hech kim bu ishdan zarracha ma'no. Aristo yoki Luqmondagi hakimlarmi bimustasno. Deyishdi oxir mutlaq ulug' qudratga amanno. Demak mümin emas, bozmak bu kanunu zürür. Quyosh, ay ve yulduzlar sama seyr etip her gün. Muayyen yol ve tertipte hatasız devr itar her gün. Buna hakim iken mutlak acep bir muntazim kanun. Bu çeksiz kainat tapmış aşıkıda tolu mezmun. Yürüp nurlanğusi kalbin şengenci bu halet. Ve belki bazılar eytar, tüzelmeklik tabiiyatdir. Vaholanki tabiiyat ham acab bir xilda hayotdir. Bu olam sirlari bizga honun bir yaxshi ibratdir. Sheg'il tosh har zaman toshdir, zumrat zumratdir. Tafakkur toshqini yutsun, ko'ran botil jaholat. Misol, tan hunar asri qurb hikmat do'koni. Yarattı iftiharlık bu mu icazatla zamanını. Yana hem aşkısı köplep büyük himmet davanını. Lekin adam tügül hatta onun bir qatra qonini yasalmaz her nechik olim qilib taqlid bu qudratni. Hayotlik sirig'i takrar tuxumni keltiray Burxon. To'quvsiz olur har kim tuxumdan chujini oson. Agarchi yana ming hassa taraqqiy qilsa-mu davron, tuxumning o'zini lekin yasalmaz balki bu inson. Demak, maxluq hamon maxluq bilur xoliqli xalqat. Nazar solsang agar bug'doy va yoki boshqa bir donga. Terib o'stirmasa dehqon hosul to'lmaydi xamonga. Agarchi don yasash mumkin bo'lib qolsidi insonga. Zavodlarda yasab her gün pulu to'xtaydi arzonga. Demak, maxluq emas qodir yaratmoqqa tabiat. Hayotlik sirlari shundoq ajoyib kangri dunyodir. Bilib yetganimiz tomchi agar bu bahri daryodir. Kimiki mavjudot zotan ulug' hikmatla ahyodir. Ki tuproq bo'lmadi kimyo magar bo'lsa u xulyodir. Hayat kanunu her demde kılır, tekrar o ibretli. Misalni yani yüzlab tepişmiş gül emas her an. Velekin hemmeden ala ulug' mo'jizdir Qur'on. Xususan bo'lsa tafsiri Suri Rahman, kifoya qilmasa koshki ashuncha mahtakat zubon, qulupluq bo'lmasa qalbing qubul aylar bu ne'matni.
Tuluq 14 asr o'tdi, naqshlar bo'lmadi sodir. Nemiki desi Qur'onda bugun dunyoda shu zohir. Buningdek mo'jizai ishigi nechuk maxluq bo'lur qodir. Uning tarafiga so'zni topur qoydin adib shoir. Nisib qilmaydi ekan Tangri agar tilga balog'at. O'tib 1400 yil havadislar bilan bir-bir. Birer ish qolmadi shaklan va ma'nan bo'lmag'ay tag'yir. Birovlar qasd bilan Qur'on peti qilsimi tahrir, lekin o'zgarmadi bir harf, birer sokin yoki sir. Tushunmak ne müşküldür bu möcüze karomat. Bütün ömrüde ya mektep ya ustaz görmegen bir zat. Okup bir gün İqra bismi rabbikellezine eyhad. Tepip Kuddusu kudretinin uluğ anvarıdını erşat. Nebuvat asırının şallık toğunu eylesi bunyat. Niçik mi itiraf kılmaz akıl bundağı hakikat. Okup görsek bu tarixni acab bir asri hikmatdir. Muborak tarjima holi tamomi fazili xislatdir. Raqiblar e'tirofmi bunga albatta hujjatdir. Bu zotning ismi sharifi Rasuli Akram Muhammaddir. Yaratdi mengi o'lmas bir ulug' asri saodatni. Nabuvat tava atmasda arafning holini aslasam. Jaholat dastidan elning ayonch ahvolini aslasang, zalolat ham razillikning yovuz imsolini aslasang, misol bir qiz tug'usi gar zabun iqbolini aslasang, yemirdi nabuvatli arafdan barcha zulmatni. Vahiyni ba'zilar ilhom deyishdi bir zaman hukman. Vaholanki ulug' Qur'on amastur qisisi ya roman. Uni ilhom bilan ijod qilishda bo'lsgar imkon. Nemishki yozmadı bir kim, yani ikkinchi bir Qur'on. Nechuk mi e'tirof qilmas kishi bundağı haqiqatni. Birovlar qildilar da'vo, nabiylik ustida hatto. Tepib ming yili nayranglar o'zni ko'rsatib taqvo. Yozib oyatga taqlidlar va hatto qilsimi g'avg'o. Jahondan katilar lekin bo'lib olamga ming rasvo. Topolmas chunki botillik haqiqiy shonu shuhratni. Bularning hammasi jonliq, ulug' mo'jiza albatta. Yana qandoq dalil lozim bayon qilmoqi bu haqda. Aql sohiblari jondan o'tar tasdiq qanoatda. Agar yo'q desa ba'zi muxoliflar jaholatda. O'zga rahnoma qilsin adil mardona pishkiratni. Bayon qilganlarim garchi dengizdan tomchidir ammo namoyandur quyosh aksi bir tomchi sudimmi hatta. Qasidam algi yetkisi hidoyatdan berar ma'no. Mukofot shu edi, men uchun emasman o'zgaga tashna. Ko'chatni tikishim mayli, ko'rolmay o'tsa rohatni. Aqidam haq bog'langan, bu yo'lda atimodim bor. Shirkim haq ato qilgan irodi e'tiqodim bor. Aqida sohibi bo'lg'och dilimda faxru yodim bor. Demayman munchu gustohlik qilishga nima haddim bor. Pisand qilmas ko'ngil chunki quruq tanimalomatni. Jahon boqi emas, Luqmon chig'ida topmadi darmon. Misoldir bunga Iskandar va hatto arki Chingizxon. Kelib ketmak bilan mashg'ul, jahonga behisob karvon. O'tar dunyo, kechar dunyo, faqat xalqi so'rar davron. Ömür menzilida topdim nihoyat, shu haqiqatni.